Dubay shayxi meni o'ziga kuyov qilib oldi. Videoni ko'rishdan oldin o't o'chiruvchilarga telefon qo'ying, chunki orqangiz yonib ketishi mumkin. Men Ravshan Baxtshoh birgalikda Dubayga sayohat qilishga bordik va ko'p vaqt o'tmasidan piyoda Ummon davlatiga borishni qaror qildik. 440 kilometr piyoda kam pul bilan bosib o'tish bizga boshqacha adrenalin berdi va darhol ketishi bilan yo'lga chiqdik. 5 kun deganda charchab, tinkamiz qurib qolganida yo'limizdan chiroyli bir masjid chiqdi. Namozdan so'ng dam olib o'tirsak, jentrasi yo'q, lekin o'zi katta bola kelib bizdan kimligimizni so'radi. Okaga bizda Dubaydan Ummongacha piyoda ketayotganimiz haqida aytishimiz bilan hayratlanib, "Yuringlar, mendan grift" dedi. Pulimiz kam, qornimiz ochligi tufayli o'ylab o'tirmasdan begona bo'lishiga qaramay, narxi mahallamdan qimmat turadigan Lexus mashinasiga o'tirdik. Bizani ikkita restoranga olib borib, moldek ovqatlantirdi. Har bir restoranda $200 o'tirdik. Ovqatlanib bo'lganimizdan keyin bizani shahar aylantirishga olib ketdi. Xatga boramiz ekan deb o'ylab tursam, meni kvartiramga 50 ta keladigan villasiga olib bordi. Keyin menga qarab, menga yoqib qoldi. "Meni 3 ta qizim bor, kuyovim bo'lib qolmaysanmi?" deb so'rab qoldi. Biroq hazil deb o'ylab tursam, jiddiy turib hisob raqamini ko'rsatganda birdaniga "Dada, bo'lajak qaynotam devordi." Qizlari chiqdi. Kattasi model, o'rtanchasi bloger, kichkinasi biznesmen ekan. Xuddi Disney malikalaridek. Rozi bo'lib villamizdan chiqayotgan paytim eshik tagiga kuyovimga deb bitta dahshat avtomobil qo'yib qo'yibdi. Sherilarim yur deyishga qaramasdan qaynotam davlatim model muhabbatim bilan birga shu yerda qolishga qaror qildim.